Nechta odam ishlayapsizlar, tog'a? 90 ta. 90 ta. Bali, 90 ta. Nechta kavrakka bu yerga 90 ta bo'lib olgansizlar? Har qaysimizda kana 6 ming kundalimiz bor-da. Mashalloh, Alloh ziyoda qilsin. Saqqolingizga o'laman sizni, bova. Charchamay bosing. Yur. Abdulatif aka, Eshitaman. biz nima qilishimiz kerak, bilasizmi aka? Xo'p, nima Sizga tushuntiray. Aha. Biz ekilgan ko'chatni tez katta qilishimiz kerak. Tez katta qilishimiz kerak, ko'p hosil olishimiz kerak. Yuring, ishchilarni oldiga yuring-da, o'zingiz shuni yo'l-yo'lakka tushuntirib keting bizga. Bo'ldi opajon. Charchamang. Siz qayerdansiz? Men ham Afg'onistondan, viloyati Samangondan. Necha yoshga kirdingiz? 44 yoshga. 44 yoshga. Necha yildan beri kavrak kesasiz? 20 yildan beri. Mashalloh aka. Akamiz 20 yildan beri ishlayapti. Tajribasi ham katta. Bu O'zbekistonda eng birinchi kavrak sohasini ijtimoiy tarmoqqa, YouTube'ga chiqargan menman. Eng birinchi. Hech kim qila olmaydigan ishni biz qilamiz. Hech kim. Hali O'zbekistondan kavrak sohasini ijtimoiy tarmoqqa chiqargan birorta bloger yo'q. Shu kavrak biznesini qiladigan odam birortasi hali yo'q. O'zbekistonda eng birinchi kavrak sohasini YouTube'ga chiqarganmiz va Afg'onistondagi kavrak biznesini, dehqonchiligini O'zbekistonda eng birinchi kelib biz ko'rsatyapmiz. Bu mashalloh. Bundan iloji bo'lsa O'zbekistonga biz olib ketamiz. Qoyil. Bir kishida ikkita qayroq mana. Mana ikkita qayroq, mana bu daskalar. Daskalasini ham bir qarang. Daskalarni ham bir ochib ko'rsating. Do'stlar, bu videoni like bosib, qo'llab-quvvatlab, podelitsiya qilib, o'zlaring tushunmagan narsalaringni kommentariyaga yozib, videoni reytingga chiqarib yuboringlar. Hali bunaqasi bo'lmagan O'zbekistonda. Bu chista afg'on pichoq, aka? Afg'on pichoq. Agar malol kelmasa, bitta qayrab ko'rsating. Bitta qayrab ko'rsating. Qanday qayrash kerak va qayrashni ko'rsating-u, buni tushuntirib ham keting, qanday qayrash kerakligini. Qo'ying. Qayrash oddiy, ha? Qoyil, mashalloh. O'tkir bo'ldimi? Lezvaday bo'ldi. Ha, o'zi. Bo'ldi, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mana. Tog'a, siz necha yoshdasiz? Necha yoshdasiz? 8 yillik. Akajon, iltimos perevod qiling. Nechaga kirdingiz aka? 50 ga kirgan akamiz. Ey do'stlar, sizlarga nima kerak? Mana 50 yoshli otaxon kavrak kesyapti. Necha yildan beri kavrak kesyapsiz aka? 11-12 yil biladi. 11-12 yil. O'zingiz qayerdan? Shu Burg'onnanmisiz? Biz Samangondan. Samangondan, ha? Qoyil, mashalloh. Siz ham bitta do'lagingizni ko'rsating. Siz ham donaga oldingiz, ha? Qoyil. Bering, mana patagidan bering. Ko'rsating aka. Shunda bir oching bo'ldi. Shunday oching bo'ldi. Ochasiz, ko'rsatasiz, tamom. Aka, obunachilarda savol tug'ilishi mumkin-da, faqat yosh kattalar kesadimi deb. Yosh maydalar ham. Necha yoshdan boshlab kesaverasizlar? Bizlar 90 nafarmi, shunda 100 nafar shunda kesamiz. Yo'q, hozir 90 kishi, 100 kishi ishlayapsizlar, to'g'ri? Mana dona. 90 kishi ishlaymiz. Kuniga 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo beramiz. Mahsulot yig'asizlar ha kuniga. Qoyil. Muncha pulni nima qilyapsizlar? Pulni olamiz, xoshlaymiz o'zimizga. Hay, malades. Malades aka. Buni qarang. Rahmat, tog'ajon, rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Yana bitta tog'ani oldiga boramiz. oling. Qaybini qo'qo. Akalar, eksklyuziv, bunaqasi hali bo'lmagan. O'zbekistonda eng birinchi kavrak sohasini ijtimoiy tarmoqqa, YouTube'ga chiqargan menman. Eng birinchi. Hech kim qila olmaydigan ishni biz qilamiz. Hech kim. Hali O'zbekistondan kavrak sohasini ijtimoiy tarmoqqa chiqargan birorta bloger yo'q. Shu kavrak biznesini qiladigan odam birortasi hali yo'q. O'zbekistonda eng birinchi kavrak sohasini YouTube'ga chiqarganmiz va Afg'onistondagi kavrak biznesini, dehqonchiligini O'zbekistonda eng birinchi kelib biz ko'rsatyapmiz. Buni ko'rsating aka. Shunda bir oching bo'ldi. Shunday oching bo'ldi. Ochasiz, ko'rsatasiz, tamom. Aka, obunachilarda savol tug'ilishi mumkin-da, faqat yosh kattalar kesadimi deb. Yosh maydalar ham. Necha yoshdan boshlab kesaverasizlar? Bizlar 90 nafarmi, shunda 100 nafar shunda kesamiz. Yo'q, hozir 90 kishi, 100 kishi ishlayapsizlar, to'g'ri? Mana dona. 90 kishi ishlaymiz. Kuniga 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo beramiz. Mahsulot yig'asizlar ha kuniga. Qoyil. Muncha pulni nima qilyapsizlar? Pulni olamiz, xoshlaymiz o'zimizga. Hay, malades. Malades aka. Buni qarang. Rahmat, tog'ajon, rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Yana bitta tog'ani oldiga boramiz.
Xayr buni ko'ko. Akalar, Xayr, meni aka, eksklyuziv, bunaqasi hali bo'lmagan. O'zbekistonda eng birinchi kavrak sohasini ijtimoiy tarmoqda YouTube'ga chiqargan menman. Eng birinchi. Hech kim qila olmaydigan ishni biz qilamiz. Hech kim hali O'zbekistondan kavrak sohasini ijtimoiy tarmoqqa chiqargan birorta bloger yo'q. Shu kavrak biznesini qiladigan odam birortasi hali yo'q. O'zbekistonda eng birinchi kavrak sohasini YouTube'ga chiqarganmiz va Afg'onistondagi kavrak biznesini, dehqonchiligini O'zbekistonda eng birinchi kelib biz ko'rsatyapmiz. Bu narsa uchun like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. To'xtang, tog'a. Mana. Assalomu alaykum. Tog'a xormang. Zo'rmisiz? Ismingiz nima? İsmim Fazliddin. Fazliddin, necha yildan beri kesasiz? Bir 10 yıldan beri. 10 yildan beri. Abdulatif aka, Nechtaman? biz nima qilishimiz kerak, bilasizmi aka? Xo'p, nima Sizga tushuntiray. Aha. Biz ekilgan ko'chatni tez katta qilishimiz kerak. Tez katta qilishimiz kerak, ko'p hosil olishimiz kerak. Yuring, ishchilarning oldiga yuring-da, o'zingiz shuni yo'l-yo'lakka tushuntirib keting bizga. Bo'ldi opajon. Shu astalnoy kavrakga biz bu yerga Afg'onistonga azot beriladi, xo'p? Aha. Azot rossiyskiy qora azot deydi, DP deydi. Aha. Biz uni o'sha azotda ishlatyapmiz. Oq azot bo'lmaydi. U aka rossiyskiy azotni berishdan maqsad nima o'zi aslida? Kengaytiradi, kundani katta qiladi-da. Kundani katta qiladi, ha? Kelgan ursangiz bo'ladi. O'sha kundani bor-ku. O'sha azotda berganingizdan keyin 1-2 marta berasiz-da 1 yil ichiga. Aha. Ozgina sepastayiga bo'ldi. Aha. Shu kengaytirib nima qiladi-da, opajon? Katta qiladi, kundani katta qiladi. Kundani vobshe katta qiladi-da. Qoyil. Ko'p mahsulot olish uchun, ko'p mahsulot olishda eng asosiysi qarash kerak, suvni vaqtiga berish kerak. Yozga suv ichmaydi-da. To'g'ri kesish. Assalomu alaykum. O'zbek qavmlar, xormanglar, zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. O'zbekiston xalqi salom aytdi sizlarga. Alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, charchagan. Charchamang. Siz qayerdansiz? Men ham Afg'onistondan viloyat Samangondan. Necha yoshga kirdingiz? 44 yoshga. 44 yoshga. Necha yildan beri kavrak kesasiz? 20 yildan beri. Mashallah. Akamiz 20 yildan beri ishlayapti. Tajribasi juda katta, juda tajribali. Bu yigit o'g'lingizmi? Bali, bilam o'g'lim, o'g'lim o'g'lim. Siz faqat yollanma ishchi bo'lib kavraklarni kesib yurasizmi, tog'a? Bali, kavraklar kesib yurgan. Hozir bitta o'zingiz nechta kavrak olgansiz? Bitta o'zim 6000. 6000 dona. 6000 tadan har bitta kavrakdan necha gram hosil olasiz? Endi hali uni hech kim aytib bo'lmaydi. 10 gram, 20 gram basi bo'ladi. Basi inshaalloh bo'lmaydi. Qurib ketadi. Qurib ketadi. Qurib ketadi. Hafta bo'ladi, quriydi. Inshaalloh bo'lmaydi. O'rtacha 5000 tadan necha kilo olasiz? Gap joyiga degan, shur bergan joyiga. Aha. Shur bergan joyiga degan. Yo'q, kuniga qancha yig'asiz akajon? Bir kunga o'zi, bir kunga. 1 kilo. Qancha gram yig'asiz? Kuniga 1 kilo. 1 kilo, 1 kuniga. Ha, kuniga 1 kilo. Har necha kunda kesasiz? 4-5 kunga kesaman. 4-5 kunda kesasiz. 5 kun. Nimaga 2 kunda kesmaysiz? Nimani? Kavrak. Bo'lib ana 5 kunga bo'lib kesaman. Bo'lib kesasiz. 5 kunga. Lekin to'xtatmay kesasiz. To'xtatmay kesaman. 5 kunga kesib beramiz. Endi opajon bu 4-kesimi. Endi bundan keyin sal ob-havo salqin bo'lsa, bular kuniga 2 kilo yig'adi-da, yig'ishtiradi. Nechta odam ishlayapsizlar, tog'a? 90 ta. 90 ta. Bali, 90 ta. Nechta kavrakka bu yerga 90 ta bo'lib olgansizlar? Har qaysimizga shu 6-6000 kundamiz bor-da. Mashalloh, Alloh ziyoda qilsin. Saqqolingizga o'laman sizni, bova. Charchamay bosing. Yur. Adib aka, bitta savol. Aha. Ko'ryapman, hamma kavraklarga aka mana shunda o'zini poyasini yopib ketgansizlar. Quyosh urmasligi uchun. Men buni obunachilarimga tushuntirib doim o'rgatib kelaman. Endi bizda O'zbekistonda kavrakni bargini kam yopadi aka. Soya qilish uchun. Asosan kardon o'zi $10,000 bo'ldi dedi. $10,000 kardon sotib olganmiz-da. Kardon sotib olgansizlar $10,000. Ha, bularda qarang, buni hisoblamang. Bu barglari o'zini qilgan, bu alohida-da. Bular alohida $10,000 dan ham ko'p. $10,000 dan ham ko'p biz kardon sotib olganmiz. Bular aka hammasi jo'yak qilib ekilgan-da. Xuddi mana paxtani qanday ekadi? Aha. Biz shunday ekkanmiz buni. Suv berish oson bo'ladi-da, ham parvarishi oson bo'ladi. Ham bu haligi begona o'tlari bor, buni keyin biz xishova deymiz buni. Keyin begona o'tlarni hammasini olib taylaymiz-da. Yulib tashlash. Ha, yulib taylaymiz-da. Hozir bu aka 90lik agat bo'lgan-a? Aha.
90lik agatda 1 metrga nechta ekkansizlar 2 qator qilib? Ha, biz bir qarsh, mana qarang, shunda bir qarsh birta ekkanmizda, shtoba kengayib ketsin. Agar buni yaqin masofaga eksa, bu darov kengayib ketmaydi. Shuning uchun buni qara, birtasini qarang, bir qarshdan ham ko'p. Где-то yarim metrda, yarim metrga ikkita ekkanmizda. Uni ko'p ham eksa bo'ladi, lekin bu foydasi yo'q. 1 metrga o'rtacha nechta ekkan? 4 ta 5 ta da. 4 ta 5 ta. 4 ta 5 ta. Akajon, xudo xohlasa, bugun Afg'onistonga tashrifimizda ikkinchi kuni ertaga Mazor Sharifdagi optim bir kuniga 5 tonna, 10 tonna shira donak sotiladigan bozorda obunachilarimiz ko'rsatamizmi yo'qmi? Inshaalloh, biz ham o'sha fermalarga olib borib beryapmiz.